hörmətli qeyrindaşlar. Hammalarga o'tliq salom. Ben şu technical nəsədə biraz keçikib qaldım, keçirsizlər. Əgər də avaz yox olsa, avaz ba dəvətəslər qeyrindaşlar. Yoki avaz yox, yoki ba dəvətsanlar, mən şuna inkasqa qarab nim qılmay. Qeyrindaşlar, mən abay bir saat to'shdi deb o'ylayman, hatta bir qancha men kechikib qolgan bo'lsam, kechirim so'rayman. Abiyam bir saatning oldida bir e'lon shaklida chiqarib qo'yganimdek, bugun shu Palestin Isroiliya masalasini oldida qitim qilgan ikki qitimlik analizning uchinchisini inshaalloh qilaman. Şuna şu üçüncü qitimlik analizda aldıda sözleşilgen nimlerini, noktalarını bir körüp çıkıp, hazır bir tekşürüte qeyrindaşlar, Allah'a beni ötüptü, tamam. Ondan sonra qeyrindaşlar, aldığın qitim, iki qitim analiz qilgandik. Bugün hem de şu analiziminin üçüncüsü ve ahirkisi buludu. Çünkü bu mesele bu hem de bütün davamlıq bununla kirib qalsaq mı bo'lmaydi. Lekin dünyada müstaqilliklə qiziqayotgan bir muhim tema ve kelgusidagi dunyoni udul qandaq kelgusi dunyoning qanday bo'lganiga ta'sir ko'rsatadigan bir cho'ng masala bo'lganligi uchun bu 3 qitim bo'lib ketdi. Shu 3-chi qitimlik oxirgi analizimni bugun qilaman. Shuni bilan Palestin ve İsrailiya masalasi to'g'riliq bundan keyin ham analiz bo'lmaydi endi men qildigan analiz. Şuna bugün ahirkisi, 3. analizimiz. Aldı bilen bunu başlaştım burun. Ben bunu bir 5 noktaya böldüm. Birinci noktada aldığınki qitimlik analizlerimizde diyen gaplar nimetti, ben oturup koygan noktalar nimetti ve bu noktalar doğru çıktım. Birincisi Hamas'ınki məqsidi, bu erketinin kılıçtaki məqsidi əsirlərini tigişiş. Ve bu əsirlərini ilib tonelga kirketkendan keyin xalqaro jamoat İsrailiya Palestinni bombardıman qilish ma'lum bir darajaga yetgandan keyin xalqaro jamoatdan keladigan besimga chidamay Palestin bilan Hamas bilan bir ustalda o'tirdi. Shuning uchun qildi degandim. Ve bu hozir shu yerga keldi ve yani ustalga o'tirib əsirlarni tegishish boshlandi. Andaki yana bir nokta, Hamas agar yo'qib ketmasalar bu urushda g'alaba qilgan bo'ldi degandim. Bunun gıcık misallarını verdim aldık. Bu birinci Clubhouse'daki analizde. Çünkü şu Hamas yokup ketmedi. Bek çoğun tesirgi uçuruğuna ya bek çoğun zerbe ağını mı natayın ağan buluşu mu? Çünkü hazırgıça yani karşılık hücumlarını günden güne aşıgan halde devamlaştırıyordu. Şuna Hamas yokup ketmedi. Demek bu canının ahirki galibesini Hamas alıda geldi. Yoklu bulup ketmesi. Ondan keyin yana bir nokta, oradaki analizler degan Amerika bu krizisinin kengayishini xolamaydi degan to'q. Yani Amerika'nın birga puli yo'q, birga askari yo'q urushadigan. Yana birsiga Amerika xalq ra'yida Amerika'nın yana bir qitimliq o'rta sharq urushini qo'llaydigan qo'llash yo'q. Shuning uchun u deganimizdek Amerika bunun kengayib ketishining oldini olib turdi. O'zimi bevosita şu İran bilan qarshilashib kelishning oldini olish uchun İsrailiyaga kengaytmaslik to'g'risida besim ishlatib keldi hozirgacha. Uningdagi yana bir degan nuqtam Misr bilan Turkiya, Hamas bilan İsrailiya o'rtasida tinchlik suhbati, shu ikki tarafning nima tinchlik suhbati desam xato bo'ldi. Ikki tarafning asir tegishish kelishimida Turkiya bilan Misr yaxshi rol o'ynay oladi degandim. Katar'da şurada yığın orunlaştırılgan bulup Katar'ın Tashqi ishlar ministri bu qitimliq əsir almashtirish kelishimida muhim rol oynagan Türkiye bilan Misrga rahmat aytamiz dedi. Yani Türkiye, Misr, Katar üçü eng muhim rol oynagan bo'ldi. Yani u deganimiz mu to'g'ri chiqdi. Ondan keyin yana birisi Arab ve Müslüman dünyasını Xitoyga yaqinlashtirib o'tadi. Ve Biden'ın demokratik devletler ve diktatör devletler şeklinde dünyanın ikiye bölüdüğün planını bu iş okşattı.
endi Müslüman ve Arap devletleri Biden emas Xitoy tarafga yaqinlab ketadi degandan birinchi analizdan tartib ve bir muncha Arap devletlerining tashqi ishlar ministrlari bir tur boshladi. Birinchi bekat Xitoy, undan keyin Rossiya. Yani u yerda mu to'g'ri chiqdi. Shuning uchun endi oldingi nimalarda degan uşaq nuqtalarga kirmaymiz. Faqat shu nuqtalarni ko'zda tutay, ya'ni asosiy jihatdan yana 90%dan yuqori to'g'ri chiqish nisbatimizni saqlab qoldik. Endi o'tgan 3 haftada, ya'ni oldingi qitim analiz qilgandan keyin taxminan 3 hafta yoki undan sal ortiq vaqt analiz qilmadik, chunki vaziyatni ko'zlayli dedik. Bu 3 haftada bo'lgan ishlar o'tgan 3 haftaning ichida. Birincisi, İsrail'e kısmen quruqlikdan G'azzaga kirdi. Ama bu to'liq kirish emas. Ya'ni bu oldini alayda qismlar bilan. Hatta shu chiqyaptiki, hozir İsrailning o'zining alayda qismlari yetishmay, Amerikaning ba'zi alayda qismlari mo kirayotganligini ko'rdik va ekranlardami Amerika askarlarini uchirtib qoldik. Gerçi quruqlikdan alayda qismlar bir harakat qilib kirgan bo'lsa-mu, ama bularning İsrail armiyasi jihatdan aytganda, askeriy analiz nuqtasida aytganda, bu quruqlik armiyasi nimani ko'rsatdi deganda, Türkçe acemiylik deydi, ya'ni kasbiysizlik. Ondan keyin tajribasizligini namoyon qildi. Masalan, 20-30 askar bir yerda turib olib, ustidan bir dron bilan kelgan bombada 7-8 adam o'ldi. Ya'ni bu tajribasi va bir rasmiy armiya qilgan ish emas bu. Ya'ni jang maydonida İkinci Dünya Urushu'dan tatip, Birinci Dünya Urushu'dan tatip baki, bu İkinci Dünya Urushu'dan. Bir örek kola, bunun içi ancıqtı 3 ya 4 adam kirdi. Yani tasaddibi, talaysizlikki 5 bombucusu mu, 2 ya 3 adam ölsümeyli. Ama 20-30 adam çember tüzüp, can meydanıda turmaydı. Bu, hakikaten tecrübesiz ve iktidarsız bir armiya işgalliği aşkarlandı İsrail'in. Nimnon işçide. Andaki ikincisi, doktorxana o'tgan 3 haftadan ayağı bo'lganlar doktorxonani urdi. Biz urmadik dedi. Keyin Amerikaning New York Times Hamas atqarib ketdi deganning yağanligini isbotladi va Isroilga u yerda bir rasvo bo'ldi. Doktorxona Birlashgan Davlatlar Tashkilotining boshqarishidagi maktablar, jamilar, kultural o'rinlar hech qaysini ayirmay urdi. Aeroplandan. Endi bu urush Cenve iktidamı boyunca yoki Den Haag kelishimi bo'yicha bu bo'layotgani İsrailning bu qilgani urush emas. Bu qirg'inchilik. Cenve iktidamısında bu aniq qirg'inchilik bu. Doktorxonani urush bo'libmi eng cho'ng qirg'inchilikning birisi. Uni axliqli bo'lgan narsa emas. Askarlarning ajamiyligi maydondagi nimani ko'rsatdi degan vaqtida umumyuzlik İsrailiya armiyasining ojizligini ko'rsatdi. Yani bir harbiy harakat qilaman degan odamning harbiy harakatda qilgan shu. Eng qisqa vaqtda, eng oz chiqim bilan, yani tez suratda oz chiqim bilan nimani o'rinlash, vazifani o'rinlash kerak nishonni. Ammo bu uzunga so'zilgan sari va chiqim qarshi tarafdami o'zidami chiqim cho'ngaygan sari va u ko'zlagan nishonga yetolmagan sari bu armiyaning ojizligini ko'rsatdi bu. Hozirgacha shu nimada ojizligi isbotlanyapti cho'ng davlatlarning. Masalan, Amerikaning birinchi rasvo bo'lgan yeri Afg'oniston bo'ldi. Undan keyin Iroqda yana bir rasvo bo'ldi. Lekin burununda emasdi Amerikaning, masalan, Bosniyadagi harbiy harakatlar olsun, yoki hatta Libiyadagi harbiy harakat olsun, oz chiqim bilan ko'zlagan yeriga yetalaydi. Ammo ishki urushda rasvo bo'ldi. Andaki Ruslarmı 2008-yili Abxaziyadagi Janubiy Osetiyaga hujum qilgan vaqtida nayt tezli ve ishni tugatgandan chiqindilar. Qrimni 2014-yili olgandimi nayt tez tugatgan, oz chiqim bilan, hatto chiqimi yo'q Qrimni olganda. Ammo Ruslarmı Ukrainaga ketib qoldi, bu yerda bular rasvo oldi endi. Shuning uchun endi hozir ko'rayotganimiz Isroilga 2000-yili Hizbullah bularni Livandan qovlab chiqargandan keyin 2006-yili bir hujum qildi, u yerda bir rasvo olib chekindi va endi İsrailya armiyasi G'azzada rasvo oldi. Ya'ni bundaq kuchli bir armiyaning qildigan ishi tez suratda kirib, ishini tugatib, oz chiqim bilan ishni tugatish. Buni qilmagan armiya mushta yuz ko'ziga sugab, ishni
doktorxanını urğunumuz doğru, mektepni urğunumuz doğru, o'quvchilarning osti qavatida terrorchi vatdi degan bu o'zini rasvo qilgan ishlar bu xalqaro sahnada. Va rasvo bo'ldi. Hem acizligini gördük İsrail armiyasının qanchalik acizligini. 67-73 yıldaki yıllık armiya emeske bu. Yani TikTok armiyası degen rast kepken. Anda bunun yani şunu koşup koyuşumuz gerek. Ötken 10 yılda işte çoğun devletler rasvo olup Amerika, Rusya degandek. Hazırgacha ötken 10 yıllık harbiy harekatdan qaraganda rasvo bo'lgan vazifani tez tugatgan ikki davlat var hozir. Birinchisi Türkiye'nin Afrinda, İdlib'da qilgan hareketlari bo'libmi Jindaris shahrini olgan hareketi Türkiye'nin. Bu bütün hozirgi bizning kallamizda shakllantirgan bir shaharni ilish uchun uni vayron qilib anomanisini ko'rsatib o'tishning kerak emasligini. Yani Jindaris'te vurulgan bina sani 28 ve u yer yo'qitilgan terrorchining sani 400-500 necha. Aşiyaga kirib 28 bina xata o'qda o'lgan xalqning soni 14 mi 18 shu vaqtida. Yani bundaq az chiqim bilan qarshi tarafga az zarar beribmish shahar ag'ilib bo'ladi-ki asli. Agar niyat o shaharni yo'q qilib o'tish bo'lmasa. Yani Türkiye'nin Jindaris hareketi hakikaten bir yeni bir ölçem, yeni bir model olgandı. Andaki ikincisi rasvo bo'lmagan ikinci devlet Azerbaycan. Qarabağni 44 günün içinde aldı vazifasini az chiqim bilan nishonga yetdi. Şuna askeri harekette uzurab kesse, chiqim jiqib kesse ve xalqaro sahnada bundaq ballarni nima o'ltadinglar degan savolga qarshi kelib qolsa, u vaqtida rasvo bo'lgan bo'ladi. Onun kendinden ahiri xalqaro jamiyat bu qirg'inchilikqa oxirisi chidimidi. Bu yerda yili texmu tafsiliy kirma bunun hozirgi ahvolini olishganda hozir o'tgan 3 haftadan ichidagi ishlar Yevropa ittifoqidan Fransiya, İspaniya bilan Belgiya bu narsani to'xtatish kerakligini İsrailga qarshi ochiq keskin ovozini chiqardi. Hatta İspaniyaning tashqi ishlar ministri Yevropa ittifoqi o'zal hammamiz o'lash Falastinni to'nasak mayli, agar to'namasak İspaniya o'z oldimizga to'nayveramiz degan shaklda bir yani Yevropaning hozirgacha tutgan muomalasi, hozirgacha deganim bugun emas, 70 yillik Arab davlatlarining tutgan maydoniga İspaniya rasmiy jang e'lon qildi bu qitim. Shuning uchun bu hamda qanday taraqqiy qildi, buni oldimizda ko'ramiz. Endi mushu o'tgan bo'lgan voqealar nimalarni bildirdi? Taraqqiyotlar. Abay deganimdek, birinchisi İsrailning armiyasining haqiqatan bir TikTok armiyasiga o'zgarib qolgan. Burunqi elaka hayvisi ve burunqi operasyonel iqtidorining hozir unda emasligini ko'rdik. Uningdan cho'ng armiyalarning rasvo bo'lish nimasiga İsrailya qo'shildi, buni deb bildim. Anandan eng muhim nuqta Netanyahu'nun başlık analiz degandim, Hamas Netanyahu'nun siyasi hayatını so'rayotdi deb. Ve bugün şunu diyelim, Netanyahu'nun siyasi hayatı tügedi. Onunla qo'shib, Netanyahu qo'shib Biden'nin kimi tügedi. Çünkü hazır Netanyahu'nun devletide, İsrailiyede sol taraftakiler, yani Netanyahu onçi bilisizler, radikal onçi, ama Netanyahu'da mı bekerek onçi, radikal dinçi Yahudi partiyalar var. Yani Taliban'dan farkı yok partiyalar var, Yahudi partiyaları. Bularning nimisi, yani dinli radikallıkta deyman, Taliban'dan farkı yok derecede Yahudi radikal partiyalar var. Bular Netanyahu'da ittifaqdaş, birli hükümetler. Ama sol taraftakiler biraz ahli varları, biraz insani yürügü varları Netanyahu'ni bu işe sen sebepçi oldun deb ayıplar atattı, o teximi küçeydi. Ama yana bir narsa oldu, asirlarni tegish kelishimi tuzilgandan keyin yiliqi Jiroq o'ngdagi radikal dinchi Yahudi partiyalarmi Netanyahuni ayblashga boshladi. Sen nimishqa terrorchilik kelishim tuzsadi. Ve ularmi Netanyahudan ayrıldıqanligini bildi. Yani Netanyahu siyasi jihatdan shunday bir nuqtaga kelib qoldiki, ya İsa'ga yaramadık, ya Musa'ga yaramadık, o'tirdi qoldik shaklida qoladi. Ve bu haqiqiy shu etishlar aminas to'xtagan vaqtida, tugigan vaqtida
Netanyahu'nun siyasi hayatı tügeydi. Onu düşürden. Çünkü bu ikkili tarafga aqlaydigan yerda o'tib ketdi va xalqaro tunji qitim Amerikani mı tashlab qo'yib, Yevropa davlatlari Ispaniya, İsrailga qarshi uçuk meydan bildirib, bunda Yevropa ittifoqidagi birlikni buzgan holda Falastinni biz tanıyımız degan yerga chiqildi bu ish. Anadaki Biden'ning mi siyasi hayatı tugadi? Çünkü birinchisi o qayerib ketdi zaten. Yani İsrail'e berib Netanyahu bilan qo'l elishib ko'rishgan vaqtida bir analizchi shuni dedi, yani Amerikaliklar Biden'ning Netanyahu bilan qo'l elishib ko'rishib bir-birini quchoqlashgani xush bo'ldi. Çünkü Biden divanlikda boshqa birisini Netanyahu'nikida quchoqlab selishi mumkin debchi. Yani bu darajada azab Biden'ning ahvoli. Shuning uchun uning siyosiy hayoti tugadi, chunki Demokrat partiyaning ichidagi qo'llash kutyapti hozirgi bu nimaga. Analikin Amerikadagi musulmonlar bu Demokrat partiyani hammalar biladi deb o'ylayman. Amerikadagi oz sonliqlardan bilet oladi. Eng critical hal qilg'uch bilet Amerikadagi musulmonlardan, qartalliklardan, yerlik indigenourslardan, analikin o'xshash jinslardan degandek aslanlık ekimdekiler, aslanlık kategoriyadakiler Demokrat Parti'nin futuşunda mühim rol oynuyor. Ama bu aslanlık deyilgen bulanın köp kısmı, %80-90 kısmı Palestin tarafı. Şunun için Biden'a hazırlan biz bunu dikin Biden'a bilet taşlamayımız diyen Amerika Müslümanları, Amerika'daki aslanlık başka kategoriyadaki gruplar hazırlan Biden'ı ilan kıpıldı, bu meydanını bildirip oldu ve polda Xalq rayisini açtı. Trump'ның 4-5% keyinde kaldı. Ahırkı men görgen polda Biden. Şunun için onu yeşidim, yani o çıkmay, onun muavini çıkış ihtimalini mi yoktu atıdı? Yani bu da Cumhuriyetçilerge kalıdığan ihtimallık. Şu Hamas, İsrailiye meselesinden bu ihtimallık yukarıladı. Şuna Netanyahu'nun olamamaz, Biden'ның mu siyasi hayatı tügedi dep qarayman. Unundikin Biden'ның yana bir nuqtasi, mening qarashimda Biden Amerika tarixida chiqqan George Bush'tan qalsa ikkinchi eng beceriksiz prezident. George Bush birinchi oltin medal onun boyunda, kumush medalni Biden aldı deb qarayman. Chunki hech kim nima qilmagan, yaratmagan, hech kim voy bu xato, bu sarang degan Trump jinida ikki narsani buzmagan edi. Birinchisi Rossiya bilan yiqilishib, Xitoyga qarshi Rossiya bilan yiqilishni qamlashtira olgan va shu yiqillik munosabati bilan NATO'ning Ukrainani o'ziga olamiz degan tahdidni yepib, bu qadamni yepib bo'lsa-mu Putin bilan yaqin turib Ukraina masalasini keyniga surgan, hatto hal qilishning ishigini ochqardi, yani urush bo'lmay turib hal qilishning. Rossiya bilan munosabatni, yani Xitoyni yengaman desa, Amerikaning qildig'ini shu oson. Ruslarni o'ziga tortish kerak Rossiyani, O'rta Sharqni Amnistommusimi keng ko'lamda o'ziga tortish kerak. Xitoyni shu vaqtida g'arbga bo'lgan ichilishini to'siya oladi. Trump buni qamlashtirgan. Birinchisi Rossiya bilan munosabatni yaxshilangan, ikkinchisi O'rta Sharqda Saudiya Arabiston, Arab Birlashma Amirligi degan davlatlarni Isroiliya bilan munosabatni yaxshilashga ekegan. Biden'ning beceriksizligi, kalvaligi, dötligi bu ikkili narsani buzdi ve hozir Rossiyaning O'rta Sharqdagi musulmonlarni Xitoy tarafga ishtirib o'tib qolmasdan endi Turkiyani ishlamoqchi bo'lyapti. Biden'ning bir gapi bor, mening ismim Joe Biden emas, mening ismim Biden Polis deydi. Yani o'zini Gretsiyaga yaqin ko'rdi ve hozir endi Gretsiya bilan Türkiye o'rtasida yana bir qizish bo'lyapti. Agar Arab ve Müslüman devletlerinden hemini Rossiyani mi Xitoy tarafga, andiki Turkiyani mi Xitoy tarafga ishtirib o'tib, anadiki Xitoyni biz yengimiz desa Amerika, good luck, ko'raylik qila olamdiki. Bu Biden'ning şu mening deydiganim Amerika tarixida George Bush'tan qalsa ikkinchi gerizekalı, beceriksiz, ikkinchi eng kalva prezident Biden. Kumush medal Biden'dan boyuna esildi. Bunu keyin tarixchilar shunda baho berdi, buning hozirgacha buzg'a ishi deb qarayman. Üçüncüsü, bu
İsrail'e Hamas meselesinde yeni bir narsa oldu ki Amerika'nın teşhidiki işlerinde bozulgan olsa işçi cihetten uyuldu Amerika. Nimeden uyuldu degende birincisi Amerika en avval Amerika hükümeti Harvard Üniversitesi bilen cidal kılışkı başladı bu meselede. İkincisi Amerika hükümeti Demokrat hükümeti New York Times bilen cidal kılışkı başladı. New York Times degen bu sol kanatını kollaydıgan gazetlerden birisi. Özünü kollaydıgan gazet bilen sokuşuşta başladı. New York Times yalan haber yazdı ondak mındakdı. Üçüncüsü Amerika hükümeti Halkara Keçirim Teşkilatı ve İnsan Hakları Küzütüş Teşkilatı ile cidal kılışkı başladı. Bunların İsrail'e doğrusu çıkan doklatları andak yağan şengil olmaydı. Yani Halkara Keçirim Teşkilatı ve İnsan Haklarını Küzütüş Teşkilatı yani Human Rights Watch bu ikisi dünyadaki hiç kandak hükümetten bulanmaydıgan hiç kandak bir siyasi tarafını tutkan şirketten mi bulanmaydıgan bütünley bir taraf ne Amerika'nı, ne Xitay'ını, ne İsrail'ini, ne Türkiye'ni hiç kimini ayımay udul doklat yazıdığan dünyanın en hürmetli sazaver iki insan hakları teşkilatı. Amerika bugün Halkara Keçirim Teşkilatı ile sokuşuyordu Amerika hükümeti. Yani bugün sen Amerika Halkara Keçirim Teşkilatı'nın İsrail'e doğrusu yazgan doklatını vay bu yağancı teşkilat diysem ertelikке Halkara Keçirim Teşkilatı'nın Xitay doğruluk yazgan doklatını götürüp kanda çıksa halkara sahnege. Yani Amerika işçi uyuluvatıdı, işçi özünün işçi. Yani onundaki yeni birisi en ahırsı yeni neresi başlandı. Amerika sosyal medya alıcıda kışkı başladı. Twitter bile, Elon Musk bile. Elon Musk Palestin'de kolladı, bu mu entesi maat pişmedi. Yani Amerika devleti yani bundan 10 yıl burun oylasam benim şengim gelmeydi. Amerika devleti özünün üniversitesi bilen, özünün medyası bilen, özünün insan hakları teşkilatları bilen ve özünün sosyal medyası bilen uruş küçüştü. Hamas o kadar tesir kıldı ki yalnız İsrail'e demez Amerika'nın kıymet karaşlarını, Amerika kılan neslerinin tigini uyuvadı. Mesela Harvard Palestinliklerini kollaydı ki şunu o malumlu hizmet almış. O Harvard Üniversitesi degen şu Amerika hükümetinin diginige karşı gibine uç digeşke üniversite o. Şunu digeşke Harvard o. Esselamu Aleyküm kıyırındaşlar. Yani Facebook'tan Twitter'çilik yürüyü yok mu değil mi? Esselamu Aleyküm kıyırındaşlar ben kayıtıp geldim. Facebook'tan Twitter'çilik yürüyü yok da kılıda tarafında kesip vatanım demiş oladı da. Ona kımalatçıdanlar Facebook. Ve ilmi medya kamı değil. Yani birisi avayı diğerlerde unutup kaptım hep. Yani birisi gayretinin medyası sosyal medya ve mağlup oldu. Bunu değişti unutup kaptım tizimlikten düşürüp koyuptum. Yani gayret medyasının işleştikliği özünün medyası ile sokuşku atıdı degen ya yaşla o Amerika'da bir Defense League'de bir nimba İsrail'in müdafiye nimisi deydiğen ideya pişkir cihetten İsrail'in lobbyçılığını kıldan bir organ var. Şunun başlığının reisinin avaz çıktı bir jığında degen. Yani garip devletlerde bu İsrail-Palestin meselesi emas, bu qiyirlarla yaşlanan meselesi oldu. Amerika'da ya garipde bütün qiyirlar İsrail'ini kollaydı, yaşla Palestin'i kollaydı. Şunun için Facebook heyeti biraz öpkenlerini bir bassanlar, yani biraz çıdanlar çünkü sosyal medya konvansiyonel medyanın yeni oldu. Şu an Facebook, Twitter ve başkaları çıkıvatıdı Xitay'ınki. Şu an bir çakçak olsun, gipim devam kılay. Birincisi, bundan kim bulduğu işler degende, birincisi pomzak olumuz endi. Bir-birisiga etip oynaydigan pomzakning bir soluda Uyghur qirg'inchilik meselesi. Ve dünyada bundan keyin texnik juq davlatlar jiddiy qanmaydi endi Amerikaning yoki Yevropaning degan biz to'g'riliq degan gaplarni. Onun ikincisi Amerika eğer bundan keyin Xitoyga qarshi turman desa, Rossiya bilan munosabatni yaxshilashi ve O'rta Sharqda tinchlik bo'lishi kerak. O'rta Sharq bunda qaynab turgan siri Amerikaning nimasi xo'raydi kuchi.
Yana birisi Amerika, burunqi Amerika emas dedim ya. Yani Sovet İttifaqı yıkılgan 91 yıldan 2008 yılgacha bo'lgan aralıqda, yani 17 yılma Amerika birden bir güçtü. En güçlü vaqtda, xalqini qilgandi dunyoda. Ama 2008 maliye krizisi bilan Afganistan, Irak urushidagi xatoliklarning chiqimi atilishi bilan Amerika bugun u burunqi kuchli Amerika emas. Mundaqlamday, bugun Yemen'de Hutiler var. Bu Hutiler İsrail'e qartib ballistik misal attı, yani başkurulgan bomba, ballistik türdeki. Bunu Amerika to'sib oldik dedi. Rambo'la, Aslan'la. 2001 yıldaki George Bush'ның vaqtidagi Amerika olgan bo'lsa, o Yemen'deki Hutiler İsrail'e qartib ballistik misal atsa, onu to'sib olmaydi. O vaqtdagi Amerika 300 ming askarni chiqarib, 2 ming tank bilan, 2 avtomatga urush to'pi ya 3 to'pi bilan kelib, o Yemenni tuzlab, o Yemenning beshiga yabi qo'chaq podshodan bizni tiklab, yoqimiz Iroqdagi demokratiyadan bizni akab qo'yib ketgan bo'ladi. 2001dagi, 2000 yildagi, yoki 2008dan burunqi Amerika olsa. Ama bugungi Amerikaning o kadar majoli yo'qki, İsrail'e ballistik misal aytilganda biz onu to'sib oldik. Yani qo'llash bu. Hem de Hutiler İsrail'nin bir parxutini normal yük taşıydigan ticaret parxutini eketdi, yoldu bulab ve bugün yeni bir İsrail'nin parxutiga dron bilan bomba etib hujum qildi. Amerika endi Yemenga chiqinglarni qanaqa qilsizlar? Bu ishni terilgan bo'lgandan keyin endi Yemenga chiqsa agar Amerika, Hutiler shuni bildiki, Yemenga ve İran'a chiqib bu yerga petib qolsa Amerika o vaqtida Xitoy bilan bo'lgan ishda mag'lub bo'lish ehtimoli yuqorilab ketadi. Shuning uchun Amerika avvalba buni tinch tutyapti. Yana birisi Hizbullah, muhim nuqtadan birisi Hizbullah kirmidi urushga. Ama shu chegarada ityapti. Bu Isroilga unga qarshilik ko'rsatyapti yenik turda. Oshunimi xabar qilib bermayapti. Ya'ni Hizbullah javob qaytdi desa, hozir Amerika bisim qilib, sen buni ko'tarsan bo'lmaydi deylik. Shuning uchun Amerika Xitoyni yengiman desa, qanday qiladi bilmaymiz. Qandaqlik qilsa, o'tish sharqda tinch qilish kerak bu rayonni. Ya'ni Trumpning Isroil bilan Saudiyani ko'rishdigunidek yana qaytadan boshlab bir narsani, dialogni buni qilish kerak. Xitoyni yengishning yo'li shu. Rossiya bilan Arab musulmon davlatlarining ko'nglini tuta olish kerak. Bu ikki taraf Xitoy taraf tutgan holda Amerikaning ishtasi. Bo'libmi? Petrol dolar bo'lgan Saudiya Arabistonidan gapini burun deyishdik bir suhbatda. Amerikaning beqiniga urib o'tib qoladi agarda shu dollar emas boshqa pulga neft degan narsa amaliyalashib qolsa. Onun keynidan bu Rossiya nima? Rossiya ile Arab dünyası emas, yana birisi Türkiye. Bunun bilan munosabatni yaxshilashga tirish kerak. Ya'ni bir davlatning, mesela Amerikaning hozirgi hukumat u qadar inson qabul qilmaydi-ki, tashqi ishlar ministri Isroilga kelib, men bir Yahudi bo'lib keldim deydi, men bir Yahudi salohiyatim bilan keldim deydi. Amerikaning prezidenti men Biden Polos, ya'ni men Grek deydi. Mencha Amerikaliklar beshiga men Biden Polos yoki men Yahudi deydigan emas, men Amerikalik deydigan odamlarni saylash kerak. Bo'lmasa bu odamlar Amerikani boshqa yerga ketadi va boshladi uni Amerikaning texnik cho'kishi, texnik ojizlashishi. Shuning uchun bu kelgusida Amerikaning qila olsa, nim qilgan, ya'ni o'ngshi olsa, Xitoy bilan elishiman desa, o'ngshish kerak bo'lgan nuqtalar. Endi qo'yaylik bu Amerika mu cho'kamdi, o'rlamdi u o'zining ishi. Endi bizga kelaydi. Bizning bu to'qinishlardan va G'arbning Sharqning tutgan muomalasidan biz chiqaradigan dars nima? Eng muhim nuqta. Birinchisi, qarindoshlarim, ummat xiyolidagilar shuni yana bir qatim tushunish kerakki, dunyoda ummat deydigan narsa yo'q bugungi dunyoda. Portugal İslam ishbirligi davlatini akilib Isroilga munosabatni kesayli, Isroilga bunda qildi, buningga jazo qo'yayli desa, Saudi, Bahrayn, yana birisi kim? Arab Birlashma Amirligi, yana birisi Marrakesh. Veto urdi, veto. Shuning uchun bu musulmonlar ummatda pijja kelib bir ish qildigan dunyo bu hozirgi dunyomiz.
Çünkü ümmet hiyalida yaşaydigan qarindoshlarimiz bu darisini chiqarishi kerak. Ulusal menfaatlar va degan narsani. Ümmetning ustida ketadigan degan. Arablar biz uchunlar emas, Isroiliya uchunmi, va Falastin uchunmi? Yani o'xshash qila oladigan qaranglar, ümmet yo'q. Bu birinci ders. İkinci ders. G'arb inson haqlarini qo'g'daydi. G'arb demokratiyaning bo'shki erkinlik deydigan bu amaliyotda xalqaro munosabatlar nuqtasida idealizm. Mening tilimda xiyolistlarning gibi bu. Xalqaro munosabatlardagi realizm yana bir qitim o'zining to'g'riligini isbotladi. G'arbmi o'zining manfaatiga kelganda qo'g'daydigan inson haqlarini. O'zining manfaatiga to'g'ri kelsa, demokratiya inson haqlari deydi, o'zining manfaatiga to'g'ri kelmasa, qirg'inchilikni o'zini qo'g'dash haqida deb o'tkazib o'tadi ekan. Ya'ni Janva aqdnomasining Danhaq kelishimining nima qilmagan, ya'ni xiloflik qilinmagan moddasi qolmadi, ya'ni urush to'g'riliq, mani qilsang olmaydi, ani qilsang olmaydi deganning hammani qilib birsini qoldi mening ansiraydiganim shu, ximiylik qurol qoldi endi. Atunillarga ximiylik gaz işiltemlikin deb ansirayman. Çünkü İsrailiya uchun qonun yo'q-ki. Dunyo qonuni hech kimni tanımaydi ekan bular. Shuning uchun bizning chiqaradigan darsimiz bu. G'arbmi o'zining manfaati kelganda deydi ekan inson haqlarini. Bir vaqtida men o'zining manfaati kelmasa demaydi desam bir to'g'ridik bir suhbatda yipiq. Ba'zi qarindoshlarimizdan chiroyi o'zgarib ketganda sen g'arbni nima shunday deysa deb. Dersini meyadan çıkaraylık yerindaşlar. Yani menfaati kemigen vaxtıda G'arbning Xitoydan mı, İsrailiyadan mı, yani birisidan mı birbirisining farqi yo'q amaliyotda menfaati kemisi. Onundan keyin G'arb mediasini ders qilib chiqaraylik 3-nokta. G'arb mediasining mı o'zining menfaati kemigen vaxtidagi yolg'onchiligi Xitoyning Xinhua agentligidan kelishmaydi ekan. Buni ko'rgandingiz? Qarindoshlar. En ahirgi sözüm ve en ahirgi bütün muşu 3 qitimliq analizdeki net gap muşu 4-nji nokta muşunu davtay. Şuna gapimni tugsun. Bu savolin kallasini hareketlendirishni yaxshi ko'rgan qarindoshlarga bir savol. 3 qitimliq analizni ko'rdik, so'zlashdik, deyishdik, onkin xabarlarni ko'ryapsizlar. Men bugün yani Amerika'nın G'arbning tutumini ko'ryapsizlar. Men bugün bir savol tashlab qo'yay. Meni seni ishiltishni xohlaydigan qarindoshlar uchun. Kunlarning birida Xitoy demokratiyalashsa ve bu Xitoy demokratiyalash, yani o demokratiyalashi shu millatchi faşist shaklida demokratiyalashadi, yani bugünkü Tayvanga o'xshash. O G'arbdagi mandaq demokratiya bo'lmaydi, uni hammalar bilsizlar men demsam. Bu millatchi demokratik Xitoy Uyg'urlarni qirishga boshlasa qaytadan. Sizlarcha Amerika yoki G'arb davlatlari chiqib bu Xitoy qilayotgan qirg'inchilik damdiki yoki bo'lmasa demokratik Xitoy bizning do'stimiz. Shunga Jungoning o'zini qo'g'dash huquqi bor damdiki. Demakchi o'g'lim, bugun qirg'inchilik qilayotgan Xitoy komünist Xitoy o'qashqa, menfaatlarda Amerikaning raqobatchisi dushmani bo'lg'ashqa qirg'inchilik davetibdimi va kelgusidagi demokratiyalashgan Xitoy Amerikaning do'sti bo'lsa, bularning o'zini qo'g'dash huquqi bor. Bu yerdagilar qaraqchi Uyg'urlar deb ko'zini yumib Xitoyni qo'llay olamdiki, agar Xitoy demokratiyalashsa. Bugungi Isroiliyaga qaranglar. Va Sharqiy Turkistonliklar bu oldidagi fursatda ya kesdi ya aldı davlatini agar olamasa va bizning bütün davoni monopol qilmoqchi bo'lgan bu munofiqlar qurultaylarining projekti Xitoyni demokratiyalashtirish. Va u demokratiyalashgandan keyin davom etadigan qirg'inchilikda G'arb dunyosi kim tarafda turdiki o'ylab bakamlar. En ahırsıda bu bizden munofiqlar qurultayı Yaponiyada bir faoliyatlar yig'inlarini qilgan o'xshaydi. Shuning bir taklifim bor. Munofiqlar qurultayidagi yo'ldoshlar, Dilshod Rishitni rasmlarda chatga chiqarib qo'ymanglar. Sabti rasmlar chatda qolibdi, ani o'tirg'irab elinglar, ya'ni keyingi tarix uchunmi va bu
vatanda sizlar yolurib, yig'lab, manqanlarni iqitib yurib, lagerda achib bergan tuqqanlaringlarni soltib etmisin ha yana. Shunga o'tirg'iroq qilib, opchi rasmni chiroyliroq tushishinglarni umid qilaman. Va o'zinglarga foydali bo'ldi. Shu tavsiyam, shu keyingi tarixga foydasi bo'ladi deb o'tirsada qolganlar cho'risidagi rasmda. Şuna qarindoshlar, bu qitim kanalizm tugidi. Ya'ni Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan raqobatida nihoyat foydasiz ishlar bo'lgan. Hatto Amerikaning o'zining ichini o'yayotganini bu ish bilan so'zladim men nuqtalarni. Endi bundan keyin Falastin Isroil masalasi to'g'riliq so'zlamayman. Cho'ng ehtimollik, hozir nim bo'ldi desanglar, cho'ng ehtimollik 4 kunlik etishni to'xtatish jarayonida jiq davlatlar buning orasiga kirib, Turkiya, bu deganlar kirib bu ishni ham besib turdi. Bunda qismen şekildeki nesler buluşu mümkün ama İsrail'e yine ya biz qail olmadık, yine biz nima qildik urushimiz dese bu iş kontrolden çıkıp qilish ihtimali var. Yani başka devletler, Hizbullah, başkalar arışıp kalsa o vaqtda İsrail'e o'zining nima ish qilib qo'yganiga o'zi ega bo'lolmaydi. Shunga savol shu, Amerika qachon İsrail'e to'xta deydi. Deyishga majbur qoldi. Ama Biden onu diyemeydi de çünkü onda jürüge yoktur Amerika'daki hiç qaysi siyasetçinin ama şunu deyishga mecbur qaladigan yeriga keladi. Şunga endi bundan keyin Falastin Isroil masalasi to'g'riliq analiz qilmayman. O'sha yerda tugdi, ya'ni Hamas asirlarni tegishilish uchun qildi buni. Yo'qolib ketmaslar, mavjudligini saqlab qolsalar g'alaba qildi degandim va shu yerga keldi. Va Hamas g'alaba qildi amaliyotda. Şuna endi bundan keyingi narsa, anaki yana bir nuqta, shu terrorchilarni so'zlashmaymiz, kongresslarda vaqiraydi-ku, 80-90 kirgan qiyri dinozavr senatorlar. Terrorchilarni so'zlashmaymiz, u bu deydi-da. Ama oldingi qitim terrorchilarni so'zlashmaymiz, hop deganlar Taliban degan bir tashkilotga Afg'onistonni o'tkazib berib yenib chiqdi-ku. Shuning uchun belki shuar xarakterlik yo'g'on gaplarga ha desak bo'ladi. Tamam. Yana birisi içinginim Avstraliya İşçi Partisi o'zini bundaq amaliyotda sol Falastinning inson haqlarini qo'g'daydi degan nuqtani bunda o'zini o'zi yo'q qilib olganini men ichindim rastdan desam, chunki İşçilar Partisi ayımedi uni. Avstraliyadagilarga agar inson haqlari nimada haqiqiy samimiy, hatto manfaatni bijatga qarab qo'yib turib Uygurlarning haqqida başdan oyoq, mayli Falastinda olsun, mayli Uygurlarning haqqida olsun, başdan oyoq tik turgan birli partiya var ki Avstraliyada, Yeşillar Partisi. Qolganlari manfaat. Shuning uchun qarindoshlar, amalla Allohga omonat, bu qitimqi narsa mishada tugdi. Bo'lsa, bunda anglashni xohlagan shaklinglarda anglamasdan mening nim degan jumlamni aniq anglab bo'lib, andikin bayonot yoki qarshi inkas bildirsanlar mamnun bo'lma. Bugun ishga kesilib ketib qoldi, kechirsizlar. Hammanglar Allohga omonat, keyingi qitim ko'rishgacha omon bo'linglar qarindoshlar.